Assalomu alaykum aziz opa-singillar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi video darsligimiz ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddaman, chunki mana shunaqa ataylab video olaman deb telefonim eski chexolini topib telefonga qo'ydim. Telefonning ustiga mana shunaqa chexollaringiz eski bo'lib ketgan bo'lsa, shuni ustidan hozir juda ham trendda bo'lgan telefon ustiga to'qilgan chexollarni to'qishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga o'zingiz xohlagan rangdagi ip, 1,5 kurchoq, metr va qaychi kerak bo'ladi. Bezagini keyingi videolarda qo'yib boraman. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi o'lchab olamiz. Mana chexol. Nima uchun chexol ustidan, telefonni o'zini ustidan qilsangiz qattiq turmaydi. To'qigan chexolimizni va chexolini ustidan qo'yamiz. Shuning uchun mana tayyorini chexol ustidan necha mana 0 dan boshlab, mana 1 dan boshlab tushuntiray, mana 1 dan 9 santimetrlik to'qib olamiz, zanjir olamiz. Birinchi bo'lib mana zanjir olamiz. Endi eski chexollarni tashlab olishi shart emas. Ustiga mana shunaqa qilib to'qib olsangiz, yuvib yana qayta ishlatsangiz bo'ladi. Instagramda ko'rganimda menga juda ham yoqdi. Shuning uchun mana tayyori mana shunday bo'lishi kerak. Endi birinchi petlani tashlab, ikkinchi petlaga bez nakit to'qiymiz. Buni nakitli ustuncha bilan to'qisangiz, orasi ochilib qoladi. Shuning uchun bez nakitda to'qisangiz, tiniq bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Telefoningiz markasi qanaqa bo'lsa, o'shanga moslab to'qib olsangiz bo'ladi. Albatta to'qib ko'ring, chunki ozgina ketadi. Bunga ham yangi boshlayotganlar ham oddiy chokda va bemalol to'qisangiz bo'ladi. Agar to'qib biznes qilaman desangiz, mana shunaqa telefon anaqa prozrachniy chexollari bo'ladi telefonda. Ana shunaqa prozrachniy chexol olib kelib, har xil markasidan markanikini olib kelib turib, telefon sotish shoxobchalariga topshirsangiz bo'ladi. Mana oxirgisini e'tibor bergan bo'lsanglar qoldirdim. Mana endi bitta ko'tarilamiz, orqaga qayrilamiz. Mana birinchisini tashlab, ikkinchisiga. Mana shunday qilib to'qib boriladi. Mana telefonda mana boshidan mana shu yerigacha mustaqil ravishda o'zingiz to'qib borasiz. Telefoningizni o'lchab mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana oxirigacha to'qib boraman va oxirida yana sizlarga video qilib ko'rsataman bu yoqlarini qanaqa qilib to'qilishini.